havalar Sanayibank 2-iyun 2025 haqidagi tadbirkorlar uchrashuvimizni boshlaymiz. Xabarlayman, bir oyda 3 marta tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazamiz. Buni asosiy maqsadi bank mahsulotlari kredit liniyalarini tushunmagan fuqarolarga tushuntirish, kreditlarni yanada shakllantirish va o'sha g'oyalarni amalga oshirish kredit orqali hisoblanadi. Shuning uchun bir oyda 3 martadan uchrashuv o'tkazamiz. Navbatdagi uchrashuvimiz bugunga to'g'ri keldi. Hop, bizda hozirgi kunda agar mahallalar bo'limida 3 ta kredit liniyamiz bor. Jismoniy uchun va yuridik shaxslar uchun. Jismoniy shaxslar uchun 50 millionlik naqd raqamimiz bor. 5 yil muddatga 25%, ayol kishilar, ayol xotin-qizlar uchun oylik 2% va 23%. Bank kartasiga tushunib beriladi. Kapilik hisobiga qonunchilar garovsiz emas. Bunda 5 yil imtiyozi davri maksimal summasi 50 million so'mgacha. Keyingi kreditlarimiz biznesga birinchi qadam maksimal summasi 10 million so'mgacha. To'lov muddati 6 oy imtiyoz davri. Bunga foiz stavkasi 25%, xotin-qizlarning 23% hisoblanadi. Endi yuridik nimalarimiz uchun Tadbir 312 bo'yicha kredit ajratamiz. Buni foiz stavkasi 20%. Agar firmani yoki tadbirkorlik subyektini rahbari ayol kishi bo'lsa 2% past 19% hisoblanadi. Bu bo'lganlarning har bitta kredit liniyamiz o'sha Agrobank tizimida xotin-qizlarni tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida foiz stavkasi 2% pastga tushgan. Bunda asosiy maqsad biznesda ayol kishilarni ko'paytirish. Xo'p, buni 312 asosiy nimasi shartlaridan biri 100 million so'mgacha garovsiz, 300 million so'm, 100 million so'mdan yuqori, maksimum 300 million so'mgacha garov tabii yani non-prorativ bino yoki avtomobilni yararli bo'lsa bo'ladi. Muddati 7 yilga